Juda ham oddiy, lekin samarali narsa o'rgatib qo'yaman. Xudo xolisa, mana shu videodan keyin nimaga listeninglar 5,5, 6 va 6,5 ni qotib qolib, undan tepaga o'smayotganligini tushunib olsanglar bo'ladi. Xo'p, mana ko'rayotganimizdek, любой bitta mana shu listening bajaradigan veb-saytga kiramiz. Veb-saytlarda hozir почти hammasida TypeScriptlar tayyor turibdi. 3 bilan 4-sekshonni ochamiz, chunki asosan o'quvchilar 3 bilan 4da qiyinchiliklarga duch kelishadi. Ochamiz, prosta o'qiymiz. O'qib tarjima qilamiz. Maksimal mana shu yerdagi TypeScript 100% tushunyapmizmi, yo'qmi? Agarda TypeScript 100% tushunmayotgan bo'lsa, aniq muammolarimiz bizda so'z boyligi kamligidan bo'ladi. Nimagaki, o'zi listeningda asosan xatolar ikki xil bo'ladi. Birinchi, so'z boyligi kam, shu natijasidan audioni maksimal diqqat qilgan holatda ham o'quvchilar tushunmay qoladi. Ikkinchi xato bu fokus yo'qligi yoki diqqat pastligi, attention span qisqaligidan kelib chiqadi. Ya'ni prosta deylik, odam diqqatini 15-20 minut, yarim soat bitta joyga maksimal ushlab tura olmasligidan kelib chiqishi mumkin. Agarda foydali deb topgan bo'lsanglar, shu narsa bilan qiynalayotgan do'stinglarga jo'natib qo'yinglar. Undan tashqari kanalga обязательно подписка qilamiz, sababi kelgusi videolarda mana shu qanaqa vocabularyni yaxshi va sifatli ancha muddatga esda qoldirib o'stirish mumkinligi to'g'risida, undan tashqari mana shu attention span, fokusni qanaqa oshirish to'g'risida bir foydali eng muhimi ishlaydigan maslahatlar berib boraman.